Tin surasi Makkada nozil qilingan 8 oyatdan iborat. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan boshlayman. Qasamyod eturman anjir va zaytun bilan. Turi Sinin tog'i bilan. Mana shu tinch osoyishta shahar Makka bilanki, haqiqatan biz insonni xushbichim va xushsurat shaklda yaratdik. So'ngra qarigan sari uni asfala sofilinga qomati ham bo'lishga qaytardik. Illo iymon keltirgan va yaxshi amallarni qilganlarga bitmas tuganmas ajr mukofot bordir. Bas ey inson, shunday bo'lgach jazo kunini inkor etishga seni nima majbur etmoqda? Axir Alloh o'sha kunda hukm chiqaruvchilarning adolatlisi emasmi?